Janoza. Kino olamida bugun og'ir judolik. Afsuski, El Ardog'dagi taniqli aktyor to'satdan vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kinoda mahoratli obrazlari bilan katta-yu kichik muxlislar qalbidan birdek joy olgan taniqli aktyor Mortal Kombat'dagi afsonaviy Shang Tsung Kerry Hiroki Tagawa vafot etdi. Aktyor 75 yoshda edi. U Santa Barbaritadagi o'yinda farzandlari qurshovida insult asoratlaridan vafot etdi. Kerry Hiroyuki Tagawa 1950-yil 27-sentyabrda Tokioda tug'ilgan. 1955-yilda oilasi AQShga ko'chib o'tgan va u bu mamlakatda ta'lim olib, keyinchalik kino olamiga kirib kelgandi, deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.